Assalomu alaykum azizlar, men birga hozir Asqiga ziyoratgohdaman. Bir keldi, bir qabr o'ziga tortdi. Bir ruhoniyat tomonidanmi berga mana Hazrati Eshon buvalarda berga Hazrati Busayd Burhoniddinni ziyoratgoh qilib berga mana qabrda ustiga bir dona gul ochilibdi. Shunga Bilolxon akadan iltimos qildim, bir ozgina ma'lumot bersalar bu qabr haqiga deb iltimos qildim mana. Xo'p, endi bu qabr shu joyda yotgan o'tgan ajdodlarimizdan bo'lgan, bir shuhadolardan bo'lgan bir shahidning qabrlari ekan. 1955-yil narigi tomonidan qabr kovlanganda ochilib ketib qolgan. Ochilib ketib qolganda ko'rsa bu zot o'sha jasad o'shandoq qonlar bilan yotgan bo'lganlar. Keyin bu narsa bizga shu biz ham bir narsaga bir harakat qilib, har bir narsaga bir aniqlik kiritaylik degan narsa bir o'nlab qolsa shu tinchlik bermaydi qalbga. Bir 2 oy bo'ldi, mana shu hozir ko'rib turgan mana bu tuproq. Shu joydan oyoq tomonlaridan shu ikkita o'zimizga bolalar yaxshi ahli Qur'on bolalarni olib shu kovladik. Kovlab oxiri qabrga tushdik. U zotni oyoqlarini ochdik, oyoqlari shunday yotibdi. Jasadda narigi tomondan ozgina loyqa bosib qolgan. Xo'p, endi bir ajoyib bir mo'jiza, Allohning marhamati, qabrning ichiga mushku ambarga hidiga to'la yotibdi. Shuni mana shu joyda bir 3-4 kishi hamma bo'ldi. Hatto unga kirgan bolamizni kiyimiga urib qolgan hid masjidda, jamoatda hammaga bilindi, hattoki o'zimizga ham. Biror shu Baytullohlarga borib, boshqa bo'lib, birorta bir hidlamagan muattar bo'y mana shu zotni qabrlardan ketyapti. Qalbimiz taskin topdi. Haqiqatda shu o'tgan ajdodlarimiz endi bu joyda bizni Aqsa, bilasiz, o'sha 1000 yillik tarixga ega, u eski Aqsa, yangi Aqsa, bular hammasi bu joyda hali muzeyimizda ko'rdingiz, hatto 2000 yillik milodiy 1-asrga oid bo'lgan topilmalar ham bor bu joyda. Endi o'shanaqa bu joyda qancha jangi jadallar bo'lgan, Mo'g'ullarning bosqini bo'lgan va hokazo shu yerda shu millatni, dini, diyonatni deb turib vatanni himoyasi uchun jonlarini fido qilgan, shahid bo'lgan ajdodlarimizni qabrlari tepalariga mana ko'rib turganingiz ajoyib gul ekib qo'yganmiz. Bu gul doim o'sha erta bahordan to kech kuzgacha albatta ana shu gul ochilib turadi. Mana shunday bir ajoyib o'tgan ajdodlarimizni qabrlari. Buni biz mana isbotlab, Xudoga shukr, Allohning mo'jizasi, o'sha necha asr bo'lgan bo'lsa, qabrning ichki mushku ambarda hijiga to'lib yotibdi. Shu yerda bir qancha shu jamoat shu yerda kovlab tepasida turgan, o'zimiz shaxsan shunga guvoh bo'ldik. Bu ma'lumki, o'sha shahidlarimizning qonlari o'sha mushku ambarda hidiga aylanadi. Bu mujarrab bir tajribadan o'tgan. Mana shunday yurt uchun, millat, dini, diyonat uchun bosqinchi yovlarga qarshi kurashib, jonlarini fido qilgan bir ajdodimizni Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilsin, oxiratlarini obod etsin. Parvardigori olam, iloyim Xudo rahmat qilsin. Mana shunday ulug'larimizning marqadlarida sharofatdan Parvardigori olam yurtimizni turli tuman balo ofatlardan, fitnalardan o'z panohida o'zi asrasin. Alloh. Mana azizlar, bu ham guvoh ham isbotini ko'rdilaringiz. Bu yerda nima deydi, har qancha kezma bog'i bo'ston kelar o'rning qabriston deb. Qabrda ham endi bu Alloh o'zi bilguvchi ekan, qanday holatda bo'lishini mana guvohi bo'ldilaringiz, isbotini ko'rdilaringiz. Shunga yarasha harakat qilib yashayveraylik, oxiratda kelar joyimizda o'ylaylik. Barchalaringizga omad, baxt, iqbol. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum.